Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Zamonaviy maktab o'quvchisi dars qilish uchun minimal kompyuter qanday bo'lishi kerak? Bizga protsessor i9 14900K kerak bo'ladi. Agar yo'q, sal qimmatli qiladi desangiz agar i9 13700 ham bo'laveradi. Lekin sal Word'dagi hisobotlarni bajarish payti qotishi mumkin. Materinskiy plata Z790 DDR5 pamitda bo'lishi kerak. Agar farzandingiz 5 bahoni olib o'qishini istasangiz, agar yo'q 4 baho ham yetadi desangiz agar DDR4 bilan ham yig'ishingiz mumkin. Video kartaga keladigan bo'lsak, RTX 4090. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, 4080 ning ham kuchi yetadi deb. Lekin PowerPoint'dagi prezentatsiyalar o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Prosessorni sovutishga kelsak, 3 seksiyalik Vadianka kerak bo'ladi, chunki bilasiz, i9 qiziydigan protsessor. Ikkinchidan, farzandingizning dars qiladigan kompyuterida oddiy cooler turibdi deb kamsitilishini xohlamaysiz-ku. Ha, to'g'ri. Bunday kompyuter sal qimmat bo'lishi mumkin, lekin baxt pulda emas-ku.